Oradan kunlar o'tdi. Shirkatda qilayotgan ishimning nozik tomonlarini endi yaxshi qamrab olayotgandim. Ba'zi kunlari esa yarim kechagacha ishlab, kamchiliklarimni tuzatardim. Avvallari biror narsani bilmasam, bo'lim xodimlaridan so'rardim. Endi esa ular mendan so'ray boshlashgandi. Isobek ham yaqindan kuzatib borardi. Bosh menejer esa nimadandir bezovta bo'lar va buni menga ochiq sezdirardi. Niyati nima qilib bo'lsa ham meni yo'qotish ekanini bilib turardim. Qay bir kun xonadagi hamkasblar bilan ishlayotganimizda bosh menejer Xoqonbek kirib keldi. U xuddi meni yo'q deb hisoblaganday yuzimga ham boqmay hamkasblarimga murojaat qildi. O'rtoqlar, Jazoirga ketadigan mollarni oxirgi marta nazoratdan o'tkazish kerak. Murat, Ali, Sevinch, Dilara, sizlar men bilan yuringlar. Hamkasblarim yuzlarida tashvishli bir ifoda bilan menga qaragancha xonadan chiqishdi. Ularni jilmayib kuzatib qo'ydim. Bir o'zim qoldim. Bunda ham bir xayr bordir. Ortiqcha e'tibor bermaslikka urinib, mollarning xarajatlari bilan bog'liq hisobotlarni ko'zdan kechira boshladim. Shu payt ichkariga Isobek kirib keldi. Ishga ko'milib o'tirganimni ko'rib, "Xorma", dedi. Yolg'izlik seni ishlashdan mahrum qila olmabdi. Hurmat yuzasidan o'rnimdan turdim. O'tiraver. Qolganlar qani? Jo'natiladigan mollarni so'nggi nazoratdan o'tkazish uchun omborga ketishdi. Sen nega bormading? Men xarajatlar hisobotlariga qarayotgandim, afandim. Uyda ishlaring qanday? Ancha o'rganib qoldingmi? Ha, biroz zerikish bor. Yolg'izligim bilan yolg'iz yashayapman. Isobek kuldi. So'ng imoli bir ohangda shipshidi. Menga qara. Dilara yaxshi qiz. Agar yolg'izligim yan kun topsin desang, sen uchun qizning qo'lini so'rash mumkin. Eskida ham bo'lganida edi, ehtimol bu gapga quvonch bilan iljayib qo'ygan bo'lardi. Balki o'ylab ham o'tirmay rozi bo'lardi. Ammo o'zi uchun yangi hayot yo'lini tanlagan, 180 darajada o'zgargan Dahan esa jiddiy bo'lmagan bu gapga jiddiy javob berishi kerak edi. Isobek, Dilara o'z singlimday. Men unga boshqa ko'z bilan qaramadim, qarolmayman ham. Isobek chiqayotganda ortiga qarab jilmaygancha ilova qildi. Istasang xaridor ko'zi bilan qara, balki fikring o'zgarib qolar. Fikrim o'zgarmaydi. Buni juda yaxshi bilaman. Xayolimda beixtiyor yana kiyim do'konidagi o'sha notanish qizning siymosi jonlandi. Dam olish kunlari tezroq kelishini va uni yana ko'rishni istardim. Bu istak borgan sari kuchayardi qalbimda. Ichimdagi xotirjamlik esa agar xayrli bo'lsa, Robbim menga uni albatta nasib etishi bilan bog'liq edi. Bunga chin dildan ishonardim. Boshqa har qanday fikr shunchaki ertakdir. Uydaman. Qachon Qur'oni Karim o'qiganimni eslay olmayman. Kalomulloh ila qalbimga to'lgan huzur ila yanada oydinlashib borardim. Endi nili osmon go'zalligini yanada teranroq his etar. Dov daraxtlarning yashil yaproqlariga ham ibrat ko'zi bilan boqardim. Odamlarga nisbatan ham qalbimda xush bir samimiyat paydo bo'lgandi. Ichimdagi bir ovoz kechki salqinda ko'chaga chiqishga undadi. Unga quloq tutib tashqariga chiqdim. Odamlar uylariga qaytishar, ko'chadagi tashvishli olomon tobora siyraklashayotgandi. Endi mahalla bo'ylab ketayotganimda hamkasblarim Murat va Ali mashinada yonimga kelib to'xtashdi. "Dahan, nima gap?" dedi Ali oynani ochib. "Iye, nima qilib yuribsizlar bu yerlarda?" "Surpriz qilib yoningga kelayotgandik. Luna parkka ketyapmiz, yursin ham." Qiziq bo'ldi-yu. "Qani, bo'la qol, sakra." Mashinaga chiqdim. Yo'l to'g'ri Luna parkka olib borardi. Darvozadan kirishimiz bilan bog' ko'chaga nisbatan ancha gavjum ekanini farq etdim. Ali gondol tomonga ketdi. Murat ham qo'limdan tutib Alining ortidan boshladi. Gondoldagi odamlar ovozlarining boricha baqirishayotgandi. Go'yo qo'rquv bilan sevinch o'rtasida qolib ketishgandek edi. Ali 3 ta jeton olib yonimizga keldi. "O'rtoqlar, baqirish navbati bizda." Murat menga qaradi. "Nima deysan, Dahan?" "Men oldin hech ham chiqmaganman. Yanada yaxshi, bu birinchisi bo'ladi." Birozdan keyin gondol to'xtadi. Odamlar titrab oyoqlari bir-biriga chalishib, chaymashib birin-ketin tusha boshlashdi. Pastdagilar esa guv etib attraksionga yopirildi. Biz ham chiqdik. Dastavval asta silkindi. Keyin esa asta tezlasha boshladi. Yuqoriga chiqqach ichimdan bir nima uzilib tushgandek bo'ldi. Oldin hech bunday holga tushmagandim. Har tepaga chiqqanda o'lib, pastga tushganda tirilayotganda edim.
Daqiqalar sanoqli soniyalar ham naq soatdek uzun bo'lib tuyuldi. Ha deganda to'xtay demasdi. Men gondolda jon olib jon berayotganda Ali va Murod telbalarcha baqirib ko'ngilxushlik qilishardi. Nihoyat 5 daqiqa bitdi. Suyanchiqlardan ushlab bazo'r tushib oldim. Murod menga yuzlandi. Xo'sh, qalay ekan Dahan? Agar birortasidan alamingiz bo'lsa, xumordan chiqib olish uchun tengi yo'q moslama, dedim titroq ovozda. Ali yuzlarimga ajablanib qaradi. Dahan, ranging dokadek oqarib ketibdi. Tuzukmisan? Mana bu yerga o'tirib sal o'zingga kelib olarsan balki. Aslida yotsam ham yomon bo'lmasdi. Shu qadar o'zing yomon his qildingmi? So'radi Murod. Sal ko'nglim aynidi, boshim aylanyapti. Biroz o'tirsam o'tib ketadi. O'tirib nafasimni rostladim. Murod bilan Ali esa iznim bilan chala qolgan ko'ngilxushliklarni davom ettirishdi. Orqa tomondan ikki qizning suhbati eshitilib o'tirardi. Odamning oyog'iga bir chelak suv to'kib yubordim. Ishona olmayman, bersen. Rostdan. U odam bir oyog'iga bir menga qaradi. Nima deyishni ham bilmay qoldim. Xuddi kir mashinasidagi kiyimga o'xshab qolgandi. Shunaqami? Asti so'rama. Shu payt bizniklar ichkarida qattiq kulib yuborishdi. Bu gaplarni eshitgach, boshim aylanayotganini ham, ko'nglim aynayotganini ham bir lahzada unutdim. Yaxshilab o'rnashib olib, diqqat bilan quloq sola boshladim. Qizlarga zimdan qarab qo'ydim. Boshimning aylanishi o'z o'rnini kuchli hayajon va diqqatga bo'shatib bergandi. Suhbat davom etdi. U juda ham sodda ekan. Qaytib biror marta ham qaramadi. Erkaklarning hammasi bir go'r bersen. Qah-qah otib kulishdi. Oxirgi gapni eshitib, hafsalam bir bo'ldi. Ammo ikki og'iz bo'lsa ham javob berishim kerak edi. Bor jur'atimni to'plab o'rnimdan turdim. Qizlarga boqdim. Ikkisi ham menga qarab turardi. Bersen esa nima qilarini bilmay dovdirab qoldi. "Salomlar", dedim dadil. Bersen esa hijolatdan boshini ko'tara olmasdi. "Mendan bir uzr qarzdorsan?" Haligi Bersenning dugonasi vaziyatni hali ham tushunmagandi. Bersenga pichirlab, "Shumidi?" dedi. Bersen asta bosh irg'adi. Dugonasi qovun tushirib qo'yganini sezdi va uni bu vaziyatdan qutqarishga bel bog'ladi. "Kechirasiz. Bersen sizning bu yerdagingizni bilmay qoldi." Juda ham ustamonlik bilan javob qaytardim. Ko'pik to'la chelakni oyog'imga ag'dirayotganda ham u yerdaligimni sezmay qolgandi. Bechora Bersen o'zini qo'yarga joy topa olmasdi. Hijolat bilan kaftlarini bir-biriga ishqardi. Uning xotirjam bo'lishini istadim va yengil tabassum bilan "Hijolat bo'lishning keragi yo'q. Erta bir kun kiyim olgani kiraman. Yordamlashsang, kelishib ketamiz", dedim. Bersen esa uyatchan ohangda "Mayli", deya oldi xolos. Juda hijolat tortgandi. O'rnidan turib indamay ketib qoldi. Dugonasi ham uning ortidan ergashdi. Qiblaga qarab Hazrat Mavlononing so'zlari bilan duo qildim. Kimnidir sevsangiz, uni Allohdan so'rang. Qalblar Allohning qo'lidadir. Quvonchdan osmonlarda uchardim. Tasodifiy bu uchrashuv meni chindan ham nihoyatda xursand qilgandi. Sal o'tib Ali va Murod keldi. Xush kayfiyatda ekanimni ko'rib hayron bo'lishdi. "Tinchlikmi Dahan?" so'radi Murod. "Seni qoldirib ketganimizda rangingni rang yo'q edi. Xuddi go'r chaqirayotgan xastadek eding. Endi esa quvonchdan oyoqlaring yerga tegmayapti." Ularga jilmayib qaradim. Mening bu yerga kelishimga Allohning o'zi sizlarni vositachi qildi. Qancha rahmat aytsam ham oz. Rahmat do'stlarim, deb ularni bag'rimga bosdim. Murod va Ali hech nimani tushunmas, bir-birlariga g'alati qarab qo'yishardi. "Dahan, ichib oldingmi nima balo?" dedi Ali. Shunchaki kulib qo'ydim. Luna parkdan chiqdik. O'sha kun sodir bo'lgan voqea haqida esa ularga umuman og'iz ochmadim. Uyga yetib borganimda soat kechki 10 bo'lgandi. Yotoqxonamga kirdim. Xayolimga jamg'arib qo'ygan pullarim keldi. Tortmadan olib, bekoshlikda yana bir sanab qo'ydim. O'zimga o'zim, "Voy bu, men shuncha pul ishlab topadigan odammidim", dedim. Nega kulganimni o'zim ham bilmayman. Ammo yuzimga beixtiyor tabassum yugurdi. Xayolimga otam keldi. O'g'li shuncha pul topayotganini ko'rsa, u ham hayratlanishi aniq. Tunlari allamahalgacha kitob o'qib yotar, qo'limga tushgan pulning ham aksar qismini kitoblarga sarflardim. Mutolaa qilganim sayin qalbimda vijdon tuyg'usi uyg'onib borayotganini sezardim.
Atigi bir necha oy burun o'tganning o'rog'ini, ketganning ketmonini oladigan bezori yigit qanday qilib bunchalar hassos odamga aylanib qoldi? Buning birgina izohi bor edi. Yaratganning marhamati. Agar u isloh yo'liga burmaganida, ehtimol allaqachon jalik tubida yotgan bo'lardim. Ha, nihoyat tuzalish yo'liga kirdim. Ammo bilib turardim. Muhimi yo'lga kirish emas, yo'ldan chiqmaslikdir. Chunki nafs atalmish qutqu charchoq ne ekanini bilmay insonni to'g'ri yo'ldan ozdirish uchun tinimsiz harakat qiladi. Ogoh bo'lishim zarur. Chunki qalbimning bir chetida yomonliklardan qolgan eski izlar bor. So'ngan cho'g'lar bor. Shayton salgina uflasa tutab olovga aylanishi mumkin. Qalbimda oilaviy bo'shliq borligi, ota-onam bilan munosabatlarim buzilgani, hali ular bilan yarashuv ko'priklarni qurishga muvaffaq bo'lmaganim istalgan paytda yo'ldan toyib ketishimga sababchi bo'lishi mumkin. Ishning eng yomon tomoni esa mana shularni bilishimning o'zi yetarli emasligidir. Chunki bilish yetarli bo'lganda edi, hayotda har jihatdan yuksalib, umrining so'nggi lahzalarida imonsizlik jariga qulagan shaxslar haqidagi hikoyalarga o'rin qolmasdi. Insonning nafs bilan kurashdagi ilk ishi o'zining ojiz jihatlarini imkon qadar berkitishidir. Chunki ojiz nuqtangiz qancha ko'p bo'lsa, hujum ham shuncha ko'p bo'ladi. Tezroq yirtiq yamoqlarni yamab, nafsim bilan murosasiz jangga kirishmog'im kerak. Yana bir narsani unutmasligim zarur. Himoya qobig'imni mustahkam qilganim sari, nafsim ham yanada hujumkor qurollarini ishga sola boshlaydi. Men qal'amni qanchalik baland qilsam, u ham zambaraklarni to'pini devorlarimning buzadigan darajada kattalashtiradi. O'sha kuni o'zimni davolashga qaror qildim. Chunki hozir men yashayotgan huzur iqlimining yakuni mening yakunim bo'ladi. Yomonlik yo'lidan borib ko'rdim. Xo'sh, nima bo'ldi? Borar manzilim yaxshilik bo'lishi shart. Shu bois ham hamisha ezgulikni afzal ko'rishim lozim. Shu xayollar bilan ko'zim ilinibdi. Bir payt taxminan tungi soat 2 larda ustma-ust eshik taqilladi. Hayron bo'ldim. Hatto kunduzi birov yo'qlab kelmaydigan eshigim yarim kechasi nega bunday taqillayapti? Mudroq ko'zlarim bilan eshikni ochdim. Ostonada 45 yoshlardagi bir odam ust-boshi tuproqqa belangan holda turardi. "Iltimos, yordam ber. Mashinam chuqurga tushib ketdi. Ayolim kasal, kasalxonaga borishim kerak", dedi vahima bilan. Ortiqcha tayyorlab o'tirmay, darrov ustimga kurtkamni ilib, uning ortidan ergashdim. Notanish odam qorong'u bir ko'chada mashinasi yo'ldan chetga chiqib ketganligini, chiqarishga har qancha urinmasin eplay olmaganini aytib borardi. Uni tinchlantirishga urindim. "Xavotir olmang, bir yo'lni topib mashinangizni chuqurdan chiqarib olamiz. O'zingizni bosing." "Qanday tinchlanay axir? Ayolim qattiq kasal, tezroq kasalxonaga olib borishim kerak." "Yaxshi, mashinani bir ko'raylik-chi qani. Agar chiqara olmasak sizga taksi chaqirib beraman. Bo'ladimi?" "Alloh sendan rozi bo'lsin", deya sal bo'lsa ham o'zini qo'lga oldi. U aytgan tomonga xalloslagancha yetib borardik. Bir payt kutilmaganda u ko'ksini changallab yerga o'tirib qoldi. Qo'rqib ketdim. Borib qo'ltig'idan tutdim. "Nima bo'ldi, tuzukmisiz?" "Qon bosimi oshib ketganga o'xshaydi. Hozir picha dam olay." Bechoraning ahvoli rostdan ham yaxshi emasdi. Uni yolg'iz qoldirib bir o'zim mashina tomonga borishim ham imkonsiz edi. O'zimga o'zim yarim kechasi bo'lib turgan ishlarni qara, deb qo'ydim. Biroz kutganimizdan so'ng odam o'rnidan turdi. Voqea sodir bo'lgan joyga qarab ketdik. Ancha yo'l yurib qo'ygan bo'lsak-da, mashinadan darak yo'q edi. "Aka, mashinangiz shu atrofda ekaniga aminmisiz?" Ha, sal narida." "Shu tevarakda uydagilardan yordam so'rasangiz bo'lar ekan. Ancha barvaqt ishlaringiz hal bo'lishi mumkin edi. Buning ustiga qon bosimingiz ham bor ekan. O'sha yergacha borishingiz..." Taqillatdim, do'stim, taqillatdim. Hech kim eshigini ochmadi-da. Bu paytda kim ham ochardi? Hamma shirin uyquda bo'lsa. Majbur sening uyingga bordim. "Ha, mayli. Hozir muhimi mashinani chuqurdan amallab chiqarib olib, sizni jo'natib yuborish." U belini ushlab to'xtab qoldi. Chuqur nafas olardi. "Shoshmay tur, men shu panaga o'tib kichik ehtiyojimni qondirib olay", dedi va yo'l chetidagi chakalakzor ichiga kirib ketdi. Men esa uning chiqishini kuta boshladim. Oradan 10 daqiqa o'tganiga qaramay, undan darak yo'q edi. Ovoz berdim. "Hoy, aka, yaxshimisiz? Hammasi joyidami?" Javob yo'q. Yana chaqirdim. Sado chiqmadi. Biror korhol bo'lmadimikin degan xavotirda edim. Chakalakzorlarni oralay boshladim. Duch kelishi mumkin bo'lgan manzaradan dahshatga tushardim.
U odam meni qo'rqitib qo'ygandi. Atrofni yaxshilab ko'zdan kechira boshladim. Uni topa olmagach, nechundir biroz xotirjam tortdim. Atrofni yana kuzatishga kirishdim. Qorong'ida hech kim ko'rinmasdi. Atrofni sinchiklab tekshirib, anchagina joyni qarab chiqdim. Lekin haligi odamdan asar ham yo'q. Balki mashinasi turgan joyga ketgandir degan fikrda u ko'rsatgan joyga qarab yurdim. Ancha yo'l bosganimga qaramay, yo'l chetida chuqurga tushib ketgan biror mashinani ko'rmadim. Hayrat va umidsizlik bilan ortimga qaytdim. Boyagi joyga kelib yana chaqirdim. "Aka, shu yerdamisiz?" Javob yo'q. Keyin noiloj uyga qaytdim. Yarim kechasi bir necha soat davomida ko'chada yurganim uyqumni butkul qochirib yuborgandi. Kelib, endi eshikni ochmoqchi bo'lgan edim hamki, u qiya ochiq turganiga ko'zim tushdi. Eshikni bekitganmidim, yo'qmi? Eslolmayman. Qiziq. Yarim kechasi mana shunaqa sarguzashtga qo'shilsang, yana nima ham kutishing mumkin? Eshikni ham ochiq qoldiribsan, dedim o'zimga o'zim. Ichkariga qadam bosdim-u, miyamda yarq etib uchqun chaqnadi. Ana syurprizu, mana syurpriz. Hamma narsalarim sochilib yotardi. Uy ostin-ustin bo'lib ketgandi. Yotoqxonaga kirdim. Tortmaga qo'ygan pullarim yo'q edi. Hammasi o'g'irlik uchun maxsus sahnalashtirilganiga amin bo'ldim. Xullas, jiddiy tayyorgarlik bilan meni shilib ketishgan edi. 3 soatcha avval pulni sanayotgan payt haddimdan oshganini esladim. Qaytar dunyo yo Rabbim, menga atalgan sabog'ing ham kechikmadi. Bu voqeada meni asl xafa qilgan narsa talonchilarning yordamsevarlik hislatimga o'q otgani bo'ldi. Endi kimgadir ko'mak berishda ham ehtiyot bo'lib, o'ylab ish qilaman shekilli. Uyqum o'chib ketgandi. O'g'rilar menga ancha ish qoldirib ketishgandi. Ag'dar-to'ndar qilib tashlangan narsalarni tobir-mabir joyiga qo'yib chiqqunimcha ona sutim og'zimga keldi. Ertalab ishga borganimda Murat va Ali bir chetda turgan stolda nonushta qilishayotgandi. Meni ham taklif etishdi. Ularning ra'yini qaytarmadim. Zotan uyda nonushta qilishga imkonim ham bo'lmagandi. Birozdan keyin bosh menejer kirib keldi. Bizni bu ahvolda ko'rib asabiylashib ketdi. Barakalla, barakalla. Sizlarga qanday maza, afandilar? Bu yer ishxona ekanini unutib qo'ygansizlar chog'i. Nima? Piknik maydonida o'tiribsizlarmi yo? Hammamizga, ayniqsa menga diqqat bilan qaradi. Tezda narsalarni yig'ishtira boshladik. Oldin sizlarning bunaqa odatlaring yo'q edi. Bosh menejer Muratga yuzlandi. Mana bu kelgandan keyin shunaqa qiliqlaringiz chiqa boshladi. Buni xo'jangga aytishim kerak. Murat bosh menejerga yolborgudek bo'lib, "Qasam ichamanki, bu ishda Dahaning hech qanday aybi yo'q", dedi. Men sening gapingga emas, ko'rganimga ishonaman. Chidab tura olmadim. Sukutimni buzishga majbur bo'ldim. Nimani ko'rdingiz, Xoqonbey? Bosh menejer asta asl niyatini ma'lum qila boshladi. Yana nimalarni ko'rishimni istaysan? Bu qanday loqaydlik? Hamma ishlar o'zlarini sizlardek tutsa nima bo'ladi, bilasanmi? Qilmishlaringni ko'rmaslikka olib bo'ladimi? Sizlar sabab gap eshitishni istamayman. Ichimdan bir ovoz, "Qo'y, shaytonga hay ber", deb tinchlantirishga urinardi. Shuning uchun gapni ortiq cho'zmaslikni ma'qul bildim. Ammo bosh menejer baqirishda davom etdi. Ali va Murat esa oldinda xijolat tortib qolishdi. "Og'ayni xafa bo'lma", dedi Murat. "Sening hech qanday aybing yo'q. Kerak bo'lsa holatni Isobega o'zim tushuntiraman. Ont ichamanki, bunday bo'lishni istamagandim. Qo'yaver. Ish joyida nonushta qilishim mening nazdimda aybdir, ammo meni buni salbiy holat deb o'ylamayman. Jinoyatingizga sherikman, ya'ni mening chekimga nima tushsa, chekkayib o'tirmayman. Sen haqiqiy mard odamsan", dedi hayqirganday bo'lib Ali. "Bizning bo'limda ishlayotganing uchun ham men o'zimni juda baxtli deb hisoblayman." Bu orada ichkariga Dilara kirdi. Nimadir ro'y bergandan u ham xabar topgandi. "Tinchlikmi o'rtoqlar? Ichkarida to'fon ko'tarildimi?" "Sen qayerdan bilding?" Savolga savol bilan javob qaytardi Murat. "Rosa gap eshitibsizlar?" Murat Dilaraning voqeani qayerdan bilganligini endi angladi. "Xoqonbeyga duch keldingmi?" "Nima farqi bor, bildim-da." Bu orada ish stolimga o'tib, kompyuterda to'ldirilishi kerak bo'lgan hujjatlarni tayyorlay boshladim. O'sha kuni ishim tugagach, tezroq uyga borib, ko'chaga chiqish uchun tayyorgarlik ko'rdim. Tunda o'g'ri tushgani haqida esa hech kimga og'iz ochmay qo'ya qoldim. Yonimda ozroq pulim bor edi. Kiyinib, masjid yonidagi kiyim do'koniga borishga qaror qildim. Yuragimda kapalaklar qanot qoqardi. Sevgi qanchalar go'zal his ekani, insonning qalbiga kuchli ta'sir qiladigan, oyog'ini yerdan uzadigan, hatto ko'zini ko'r, quloqini kar qilib qo'yadigan bir qudrat mavjud edi. Ko'chalardan o'tib do'kon yoniga keldim. Yaqinlashgan sayin hayajonim ortib borardi. Chuqur nafas olib ichkariga kirdim.
Bersen sal narida burchakda bir ayolga yordam berayotgandi. Sotuvchi bola yonimga keldi. Men esa uning kelishini istamagandim. Xush kelibsiz afandim. Sizga qanday yordam bera olaman? Haligi, agar mumkin bo'lsa, oldin bir aylanib ko'rib chiqmoqchiman. Albatta afandim, do'konimiz ixtiyoringizda. Erkaklar bo'limi tomonga qarab yurdim. Bersen hali ham ayol mijozga yordam ko'rsatayotgandi. Unga ko'rinish berish uchun kiyimlar orasida ata-aylanar, bir oldinga, bir ortga qadam tashlardim. Orada bir xuddi bo'g'zim qichishgandek tomog'imni qirib qo'yardim. Ammo Bersen meni ko'rmayotgandi. Kelganimni sezdirishga majbur bo'ldim. Xonim, qarab yuborasizmi? Bersen boshini ko'tardi-yu hayrat, uyat va hayajon bilan "Boryapman", dedi. U kelmasdan burun anavi yigitning kelib qolishidan cho'chib turgandim. Xuddi qo'rqqanimdek bo'ldi. "U qizimizning ishi bor, men yordam bera qolay", deya sotuvchi yigit barcha umidlarimni puchga chiqardi. O'zimni o'lgudek omadsiz deb hisoblay boshladim. Darvozim qo'ltig'imdan tushib turganimda Bersen kelib qoldi. U yondagi yigitga qarata "Ismoilbey, siz boravering, bu kishiga o'zim yordamchi bo'laman", dedi. Quvonchdan o'zimni yo'qotib qo'yay dedim. G'alati iljayib qo'yayotganim yuzimda ham aks etib turgan bo'lsa kerak. "Xush kelibsiz. Xush ko'rdik. Oldingizdagi majburiyatim badalini to'lay va men ham xotirjam tortay", dedi Bersen. "Yo'qsa kishilar ham oromim buziladi. Men umuman uxlay olmayapman", tushunmadi. "Labbay? Haligi uyqusizlik rostdan ham qiyin. Ha, kiyim tanlashga yordam berishim mumkin". Xo'p. Qo'li bilan yangi kalta ko'ylaklarni oldimga terib qo'ydi. "Bu qanday, bunisi-chi?" deb so'rar. Men "Hammasi chiroyli" derdim. Keyin esa u yana va yana boshqasini ko'rsatardi. Uning yonida juda ham qattiq hayajonlanayotganimni sezgandi. "Uzr, ismingiz nima?" "Menikimi?" "Ha. Ismim Dahan." "Dahanbey, unisi chiroyli, bunisi chiroyli deyapsiz. Qaysi birini olamiz?" "Eng chiroylisini." Tushunarli. U teparoqda turgan bir ko'ylakni olib oldimga qo'ydi. "Mana buni oling, ammo boshqalarga qaraganda 2 barobar qimmatroq." "Mayli." Har masalada o'ziga ishonadigan menday bir yigit qizning qarshisida dovdirab turardim. "Yana nimadir kerakmi, Dahanbey?" "Bersen edingizmi?" "Ha, ismimni qayerdan bilasiz?" "Haligi kecha dugonangiz aytganda eshitgandim. Shim ham olishim kerak." Bersen shimlardan birini yonimga qo'ydi. "Siz kiyib ko'ring, to'g'ri kelmasa kichigi yoki kattarog'ini beraman." "Bo'pti", deb kiyim almashtirish xonasiga kirdim. Hayajondan o'layotgandim. Shimni kiya boshladim, ammo pochasi oyog'im tagida qolgan ekan, kuch bilan bir tortgan edim, oyog'im chalkashib, gursillab yiqilib tushdim. Xonani to'sib turgan parda ham sharaq etib uzilib tushdi. Tezda o'rnimdan turib o'zimni o'nglashga urindim. Bersen esa kulgidan o'zini tiya olmay narigi tomonga qarab turardi. Hayotim davomida bu qadar sharmanda bo'lganimni eslay olmayman. Do'kon mas'ullari yetib kelishdi. Pardaning chiqib ketganini ko'rib menga g'alati qarash qilishdi. So'ng hech qisi yo'q deb ortga qaytishdi. Shimni kiyib Bersenning yoniga bordim. Yuzim lavlagidek qizarib ketganini o'zim ham sezib turardim. Bersen ma'nodor tabassum bilan menga qarab qo'ydi. "Kechirasiz. Pardani ham tushirib yubordim." "Mayli, bo'lib turadi. Biroq yuzingiz qizarib qoldi." "Kecha sizniki qizargandi, bugun esa meniki. Buni ilohiy adolat deya qolaylik." "Xo'sh, endi hisob tengmi?" "Ha, teng." Bersen ko'ylak va shimni olib, to'lovni qabul qilish uchun kassa yoniga bordi. "To'lovni qanday to'laysiz?" "Kredit kartam yo'q. Yetarlicha naqdim ham bo'lmasa kerak yonimda." Bersen diqqat bilan ko'zlarimga qaradi. Qanaqa usulda to'lashini tushunishga urinardi. "Balki ishonmassiz, ammo kecha uyimni tunab ketishdi." "Voy, yo'q-e?" hayrat bilan qaradi Bersen. "Vaqtingiz bemalolroq bo'lgan payt hammasini aytib beraman. Unaqada to'lovni bo'lib to'lash ruxsat bersangiz, xursand bo'lardim." "Xo'jayinlar ruxsat berishmaydi-yu, lekin men tavakkal qilib ko'raman. Nechtaga bo'lib to'lamoqchisiz?" Bir lahza o'ylanib qoldim. Bo'lib to'lash soni qancha ko'p bo'lsa, bu yerga kelish imkonim ham shuncha ko'p bo'ladi. Qancha ko'p bo'lsa, shuncha yaxshi. Bersen niyatini tushungandek edi. "Unaqada 10 marta bo'ladimi?" dedi kulib. "Bo'ladi. 12-15 ham bo'ladi." Jilmayib to'lovlarni daftarga yozib qo'ydi. Shunday qilib, kiyim do'konidagi ishim ham bitdi. Istar istamay tashqariga chiqdim va o'girilib Bersenga qaradim. U ham uzoqdan menga qarab turardi. Ichim allaqanday hislarga to'lib ketdi.